Hozir baliq ommalashib ketdi judayam. Shunga laqqa baliq haqida ma'lumot bersangiz, dinimizda uning iste'moliga ruxsat bormi yoki yo'qmi? Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taborak va taolo bizlarga o'sha suv mavjudotlaridan baliqni hamma turini halol qilgan. Shuning uchun, ya'ni anvo'us samak deb keladi kitoblarimizda. Baliqni har qanaqa turi, u laqqa bo'ladimi yoki boshqa ko'rinishlarda bo'ladimi, nomi baliq bo'lsa, baliq turiga mansub bo'lsa, baliqda hamma navi halol. Ya'ni odamlar orasida o'sha qanchadir bir kiloga, hajmga yetsa yoki bir odam yutadigan darajada bir nang bo'lib qolsa harom bo'ladi degan tushuncha bor. Yo'q, u masalan hayvonlardan o'sha yirtqichlarini harom qilinishligi yoki qushlar, bu quruqlikdagi hayvonlar, qushlarga nisbatan bu hukm. Ya'ni quruqlikdagi hayvonlar o'sha yirtqich bo'lsa yoki qushlar tirnog'i bilan ovqiladigan bo'lsa, ularning go'shti harom. Ammo baliqqa nisbatan bu qoida tatbiq qilinmaydi. Chunki baliqda hammasi yirtqich bo'ladi. Baliq o'zidan kichkinasini yeydi. O'sha kichkina baliqlar ham o'zidan kichkina baliqlarni yeb ozuqalanadi. Shuning uchun bu hukm baliqqa nisbatan tatbiq qilinmaydi. Masalan, akula bo'lsin, kit bo'lsin, baliqmi? Uning go'shti halol. Lekin baliq bo'lmasa, boshqa hamma mavjudot harom. Suvda yashaydigan. Bizning mazhabda endi albatta bu. Ya'ni u ming suvda tug'ilgan bo'lsin yo quruqlikda tug'ilib suvda yashayotgan bo'lsin, uni farqi yo'q. Ya'ni baliqdan boshqa mavjudotlar, qisqichbaqa bo'ladimi, ilon bo'ladimi, yoki begemot bo'ladimi, yoki shunga o'xshagan boshqa suvdagi o'sha mahluqotlar bo'ladimi? Bular hammasi bizning mazhabimizda, ya'ni joiz emas. Faqat baliqni hamma turi halol, jumladan nahang ham, ya'ni har qancha hajmi katta bo'lib, odam yutadigan darajada katta bo'lsa ham, baliq bo'lganligi uchun uning go'shti halol. Ya'ni baliqda bismillohu akbar deb, ya'ni so'yishlik zakot deydi. Bismillohu akbar deb so'yish shart qilinmaydi. Masalan, ba'zida baliqni boshiga urib o'ldiryapti, shu joizmi deb ham so'rashadi-da. Albatta, uni tutgandan keyin qaysi yo'l bilan bo'lsa ham o'ldirib pishirsa, faqat o'sha tofiy deydi, o'zi qoni bilan tepaga qarab qolib o'lgan bo'lsa, o'sha yashayotgan joyida bu ham. Kasallik tufayli o'lganligi uchun uni iste'moldan qaytarilgan. Lekin siz tutib, masalan, uyingizga keltirgandan keyin bir idishga solib qo'ydingiz yo bir hovuzga tashlab qo'ydingiz, keyin u shuna bo'lib o'lsa, uni yeyilaveradi. Ya'ni sizni pelingiz bilan o'lyapti u. Lekin o'zini tug'ilib katta bo'lgan joyida, o'sha ko'lmi masalan yoki dengizmi, o'sha qonni bilan tepaga qarab o'lib qolgan bo'lsa, uni yeb bo'lmaydi baliqni. Lekin undan qolgan paytda baliqda har qanaqa turi, ya'ni anvo'us samak, bu o'sha bedizga luqmay halol deb aytilmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va tahuru ma'uhu val hillu maytatuh, o'sha suvni poklovchi va unda o'lgan, o'limtik, ya'ni baliq o'zi o'lsa ham, ya'ni o'sha bismillohu akbar deb so'yilmasa ham halol bo'ladi deb marhamat qilganlar. Shuning uchun baliqda hamma navi anvo'us samak, jumladan nahanglar ham halol hisoblanadi. Allohu a'lam.